o'zi haqida o'ylanish. Chet elning ko'p qism donliq korxonalari shu korxonani qurg'uvchi kishining ismi bilan atalgan. Masalan, Disney, HP degandek. Buning orqasiga yoshirilgan bir haqiqat shuki, korxona dal korxona qurg'uvchisining irodasining namoyandasi. Korxonami odamga o'xshaydi. Mas'uliyat loyihalash bo'limi, ishlab chiqarish bo'limi, setish bo'limi, orqa-sep mulozimat bo'limi degandek har qaysi bo'limlardan tarkib topgan bo'ladi. Shirkatda biror masala ko'rilsa, xo'jayin darhol qaysi bo'limda masala ko'rilganligini, mas'uliyat loyihalash bo'limi loyihalagan mas'uliyat iste'molchilarning ehtiyojiga uyg'un kelmay qilib, butun shirkat ta'sirga uchurdimi yoki setish halqasidan chatoq chiqdimi, darhol tekshirdi. Bir odamning olg'a besishida kasbiy bilim, xizmat mahorati, kishilik munosabat iqtidori qatorliq ko'p xil omillar rol o'ynaydi. Agar xizmatda umutsizlikka uchursa, xuddi bir shirkatga o'xshash masalaning sababini izlash kerak. Bu ishlarni deb kelsam, xijolat bo'laman. Hozirga kelguncha men faqat yangi sharqdan iborat mushu bir shirkatda ishlab boqqan bo'lsam-mu, 2 qatim ishdan haydalish tarixini boshdan kechirdim. Güdekligimden qilib qo'ygan oshu kulkulik ishlarini o'ylasam, hozirmi yuzim qizirdi. 2008 yili Yangi Sharqda 3 oyga so'zilgan nihoyat jaboliq tarbiyalanishni tamomladim. Lekin qabul qilinganlar tizimligida mening ismim chiqmadi. Shu chaqda xuddi maktabga o'qiyotgan chaqlarda qizlarga qayta talab qo'yib, har qatim echinishlik rad qilinib, o'livlish xiyoliga kelgan bechora boladek holga tushib qolgan edim. 2009 yili Yengilginimga tan bermay qayta jangga otlandim. Yozliq ta'tilda. Oxiri Yangi Sharqda tunji qatim dars o'tish fursatiga erishdim. Kapsiz bolalarga dars o'tish haqiqatan tas edi. Ammo qilchi inkos qaytarmay butdak o'ltirdigan o'quvchilarga dars o'tish texmi tas edi. Biz bundaq sinfni o'liklar sinfi deb qo'yatdik. Siz kuchab peshoningizdan tar chiqarib, ovozingiz putib ketsa-mu, mansitmaslik, ko'zga ilmaslik, pushaymon, azob orlishib ketgan murakkab chiroy ifodasini ko'rsatib, butdak o'ltirgan o'quvchilar oldida o'zingizning bakla iqtidorsizligingizni his qilmay qolmaysiz. Bundaq chaqlarda bo'ldila deb aytgansiz, voz kechib ketgingiz keladi. Lekin tarbiyalanish mezgilida o'qituvchilardan anglagan izo ahonatlarni asga ilib, bunchalik ish nemitdi deb o'ylaysiz. Elimi yaxshi. Qisqa mezgillik tushunishdan keyin o'quvchilarim bilan shundoq chiqishib ketdimki, har qatim dars tugaganda ular chavoq chelib, menga rahmat aytadigan bo'lib ketishdi. Bu chaqda yana ahmoqligim tutdi. Tushda o'qituvchilar bilan birga tomoq yeganda men ovozimni qo'yib berib, bizning sinfdagi o'quvchilar bak qoltis. Men uchun chavoq chelib, rahmat deyishib ketdi. Sizlarning sinfmi shundaqmi? O'quvchi degan bak umoq bo'ladi ekan. Men bu programmani bak yoqtirib qoldim deb maqtanib ketatdim. Men ayni chaqda faqatla xushalligimdan ko'pchilikni bahramand qilishni o'ylagan edim. Ammo bu qiliqimning boshqalarning nazarida to'limi ahmoqonlik ekanligini o'ylabmi boqmabdi ekanman. Teg'imi chatoq yeri boshqa sinfdagi bolalar o'qituvchiga uncha moslashib bermagan. Hatto ba'zi sinflar o'liklar sinfiga o'xshab qolgan ekan. Ikki qaror dars o'tgandan keyin uncha ko'p o'qituvchiga ehtiyoj qolmagan chaqda sharaf bilan ishdan qoldirildim. O'quvchilarning menga bergan bahosi shuncha yuqori tursa-mu, Ali uyga ketsang bo'ladi deyishni o'ylabmi boqmagan edim. Yana bir qatim ochiq osmonni chaqmoq chaqdi. Birinchi qatim tarbiyalashda layoqatlik bo'lolmaganimni birinchi qatimlik ishdan haydalish deb qaraganda, bu ikkinchi qatimligi bo'ldi. Faqatlik qallamdan o'tmadi. Zodi nimani xato qilganimni har qancha o'ylasam topolmadim. Men hatto ishdan haydalishimni boshlig'imning lo'ngisini oriyat elib, qaytirib bermaganligimdimikin deb o'ylab qoldim. Shuning bilan darhol berib, boshliq, lo'ngingizni qaytirib beray dedim. Boshliq bir hazo jimib turib ketgandan keyin menga bir muncha gaplarni qildi. Lekin qo'limga hech narsa kirmadi. Ko'nglimda nimishqi bundoq bo'ladi? Bu ajiba iqtidorga tayinlagan jamiyat emasmi? deganlarni o'ylaydim. Men bu chaqda o'zimdan iborat bu korxonadan chatoq chiqqanligini bilsam-mu, chatoqning zodin nerdan chiqqanligini bilmaydim. Odam o'zining tomirini o'zi tutib, kesilini osonlik topolmaydi. Ba'zida o'zini besib olib, jimjit o'ylanish orqali sababini topqili bo'lishi mumkin. Ammo ko'pincha hollarda boshqalarning yordamiga tayangandalar masalani texmi aniq bayqag'ili bo'ladi. Boshliq biladi. Xizmatdoshlar biladi. Lekin ularning menga dab berishni xohlab ketishini atayin. Atrofimdagilarning hammasiga degidek bir telefon qilib, menga qanday qaraydiganligini, qanday fikri borligini so'radim. Bu amaliyotda qalisi ancha ishlab ketmaydigan, psixikasi ojiz odamlar qiladigan ish edi. Chunki do'stingizga telefon qilib, menga dab bering, mening narimda masala bor
qaysi ishlarimni o'zgartishim kerak deb so'rasangiz, qarshi taraf yuzingizni oyab, chin ko'ngildagi gaplarni qoldirmay deb bermasligi mumkin. Lekin ba'zida haqiqiy do'stingiz sizdagi masalani samimiylik bilan ko'rsatib berish orqali olg'a besishingizga yordam qiladi. Bu chaqda do'stlarimdan kerakli javobga erisholmadim. Xizmatdan ayrilgandan keyin ta'til mezgilida Beijing universiteti bilan Yaponiya hamkorlashgan xalqaro o'rganish sayohat turiga qatnashdim. Yangi muhitda tezla burunqi jo'shqinligimga qaytib, dunyoning har qaysi joylaridagi donliq maktablardan kelgan o'quvchilar bilan ichakishib ketdim. Bir qitim Angliya, Ukrainadan kelgan bir qancha do'stim bilan kech soat 7 da yig'ilib, kechlik tomoq yeyishga putishib qo'ydik. Soat 7 dan 9 gacha saqlab, qursqimiz ko'krab ketdi. Ikki chetalik bir chaq lalangshib keldi. Ular bizning qattiq jili bo'lib ketganimizni ko'rib, hayron qolgan qiyofatda. "Voy, nimancha bo'la ochiqlab ketsizlar? Xo'shal yursaklar bo'lmadimi? Uncha astoyil bo'lib ketmanglar", deyishdi. Ularning xatolikni asla tunimayotgan holatiga qarab, ayni chaqda boshqalarning kayfiyatiga qanday ta'sir ko'rsatishim bilan ko'rim bo'lmay, o'zimning o'quvchilarini unlik maqtab ketganlarimni, shu chaqdagi o'zimni esga oldim. O'zimdagi masalaning niyatligini bayqagandan keyin shuningga munosabatlik nurg'un kitoblarni o'qidim. Buning ichida menga eng ta'sir qilgani hikmatnoma bo'ldi. O'rniga keltirgil bo'lmaydigan darajaga berib yetishdan burun tadbir qo'llan. Mana bu oqilonlik. Boshqalarning nazarida qancha pulga yarasang, sen shuncha pulga yaraysan. Boshqalarning ko'nglini utgan, moyilligini qo'lga keltirgandala, taqdirlanasan, mukofotlanasan. O'zicha kasbiy iqtidoring intayin kuchlik. Dars o'tishda o'quvchilarga yoqsamla, boshqasining keragi yo'q deb o'ylaydigan menning tuzatishga tegishli kamchiliklarining bakli ko'pligini haqiqiy turda tunib yetishga boshladim. Odam gap qilmasga tegishli yerda og'zini yumishi, muvofiq so'rinda muvofiq gapni tanlab qilishi, har vaqt kamtar bo'lmaqi. Har qancha natija qozonib ketsa-mu, oldirab ko'z-ko'z qilib ketmasligi lozim ekan. Keyin yuzimni qalin qilib, yana bir qatimliq fursatni qo'lga keltirdim. Xizmat o'rnimga qaytib kelgandan keyin texi shirkatdagi eng yosh notiqqa aylandim. Ammo menga yo'liqib boqqan. Odamga savoq bo'ladigan mag'lubiyatlar muhim bo'lishi mumkin. Teximi keyinroq o'qituvchilarni boshqaradigan o'rinda ishlagan chaqda aqliy va ruhiy saposi tuvan ba'zi xizmatchilarni uchirtib turdim. Ular hamisha shuncha qobiliyatli tursam, nimishqa e'tiborlab ishlatmaydi, muhim o'rinlarga qo'ymaydi deb og'irnidi. Mening ularga deydiganim, sen kasbiy jihatda haqiqatan iqtidorli bo'lishing mumkin. Ammo kollektivga haqiqiy to'kib qo'shqichlar kerak. Boshqalarning kayfiyatiga ta'sir yetkazganlar kerak emas. O'zingning xusholligi uchun boshqalarning azoblanishi bilan ko'ring bo'lmasa, xizmatda natijang alohida bo'lgan taqdirdami, sen yanada kollektivga pozitiv ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lsang, bu hol kollektivda yadrolik shaxsga aylanmasligingni belgilaydi. Shuni o'stirilmaysan, aksicha ishdan haydalmaganiga xush bo'lsang bo'ladi. Bundan keyin o'zingizni qaltisliqda chekiga yetdim deb o'ylagan, boshqalarning hammasi ko'zingizga hamoqat ko'ringan chaqda, balkim o'zingiz shu hamoqatlar ichidagi birinchi nomerlik hamoqat bo'lishingiz mumkin. Kelgusingizga mablag' siling. Yuminxun muallimdan bundaq bir hikoyani anglagan edim. Agar senda 6 tal olma bo'lsa, birini ep qilib, qolgan 5ni boshqalarga ber. Boshqalarga olma bergan chaqda ular qaytaramdi yo'q buni bilmaysan. Ammo cho'qim ber. Chunki boshqalar sening olmangni yegandan keyin qo'liga apelsin kirgan chaqda sana bir tal apelsin berdi. Oxirda sen erishgan mevaning soni ko'payib qolmaydi. Yana 6 tal. Lekin sen har xil mevalarga ega bo'lib, ko'p xillik jihatda necha haslanadi. Rangi, ta'mi o'xshamaydigan 6 xil meva yelaysan. Texmi muhimi 6 odam o'rtasida ko'ngil almashtirish, fikr almashtirish, moddiy boylik almashtirish bo'ladi. Men bu hikoyani bak yoqtiraman. Bu hikoya bizga boshqalar bilan tang bahramlanishni bilish kerakligini aytib berib qolmay, haqiqiy mablag' silishning nimaligini aytib beradi. Komandirovka munosabati bilan aeroplan yoki yuqori suratli poyezdga o'ltirgan chaqda, ba'zida zerikib, o'rindiqning yeniga qistirib qo'ygan jurnallarni varaqlab qo'yman. Ularning muqovasiga ko'pincha dangliq markalik kiyimlarni kiygan, esil zibu zinnatlarini taqagan chiroyli qizlarningmi yoki kelishgan yigitlarning suratlari bisiladi. Jurnalning ishki betlarida bo'lsa, esil dachlarda o'ltirish, golf top o'ynash, esil mashinalarni haydash,
ot minish degandek e'lon tashviqotlarni ko'ramiz. Uningdagi barliq mazmun bizga shundoq bir uchurni yetkazadi. Necha 10 ming yuanlik bir dona so'mka olsangiz, necha million yuanlik bir mashinangiz bo'lsa, necha 10 million yuanlik dachada o'ltirsangizlar, siz hayotlikning yanguchisiga aylanasiz. Nurg'un odamlar vaqti va pulini moddiy narsalarga sarf qiladi. Ondan o'zining baxtini, xushalligini boshqalar bilan silishtirish ustiga qurib chiqadi. Shuning bilan bizning boy yoki kambag'alligimiz qo'shnimizning boyligiga, bizning baxtlik yoki emasligimizmi qo'shnimizning boyligiga bog'liq bo'lib qoladi. Agar xizmatdashimiz 100 ming yuanlik mashina haydasa, biz 150 ming yuanlik mashina haydasak, o'zimizni baxtli his qilamiz. Agar do'stingizning so'mkasi siznikiga qaraganda texmo donliq markalik bo'lsa, xo'shal bo'lolmay qolasiz. Baslashish mundoq boshlandi. Sen parada alsang, men Gucci olaman. Shuning bilan sen berib 50 dan birini olasan, men texmo donliq markalarni olaman. Baxit yemimizdan o'tib ketadi. Biz bo'lsak, moddiy narsalarni qo'g'lishib, barg'ancha yiroqlab ketamiz. Moda mollarni setilishda pulning ko'ziga qaramaymiz-yu, kelgusiga mablag' silishga kelganda pisiqlashib ketamiz. 10 necha ming yuanlik kiyim va zibu zinnatlarni tishimizni tishlab turib elib, gul qaqallarimiz ichilib ketadi. Bir stakan qimmatbaho qahvani ikkilanmay olamiz-yu, bir pochi kitob setilishga necha 10 yuan xarjlashga mo'chidimay, oxirida to'rdan yarim kun izlab, haqsiz nusxasini tushirib, bir qancha bat o'qibla, nurg'un xatoliklarning borligini ko'rib, o'qug'imiz kelmaydi. Bundaq mablag' silish usuli hayotning qimmatini barg'ancha tushirib etadi. Yangi sharhning o'qituvchisi bo'lish sifatim bilan mening kirimimmi to'van emas. Lekin Beijing universitetiga o'tgan vaqtimda onam ilib bergan to'p oyig'ini hozirgacha kiyayotiman. Ishiltiyotganim otamdan qolgan kompyuter. 8 yil bo'ldi. Orliqda ozroq qochilik ko'rilgan edi, qattiq diskisini almashtirgandan keyin yana normal ishlayotdi. Kunda esib olgan so'mkam bo'lsa, yig'inga qatnashganda sohibxon taraf tarqatgan sovg'at bo'yimi. Kedig'inim 100 yuanlik ko'ylak, 2-300 yuanlik kostyum. Bu yil chaqanda Markaziy televiziya stansiyasining programmasiga chiqish uchun 1200 yuan xarjlab, bir yurish kostyum burulk setib oldim. Bu mening umrimdagi eng qimmat kostyum burulkam hisoblanadi. Bunda qilishim ehtimol ziyoda iqtisodchan bo'lib ketgandek bilinishi mumkin, ammo ba'zi taraflarda men hargizmi piqsillik qilmayman. Ilmiy unumli chiniqish uchun har haftada 5 qatim chiniqish uyiga berib, har qatimda shaxsiy trenер taklif qilaman. Soatiga 280 yuan. Haftasiga 5 soat. 30 yoshdan burun 5 xil chet el tilini egallab bilish uchun o'tgan bir yilda ispan tili o'qituvchisi taklif qildim. Birga bir dars o'tdi. Bir haftada 2 qatim. Har qatimda 2 soat. Soatiga 300 yuan o'qish pul to'layman. Onam bilan singlimni sayohat qildirish uchun mayli na bo'lishini qat'iy nazar, ular barmoqchili bo'lsa qo'llayman. Har yili Ali ingliz tili sahar sinfi, kitob o'qish guruhi, badan chiniqtirish guruhidagi o'quvchilarga xushallik bilan sovg'at elib beraman. Ayol yozuvchi Li Shinping mundaq deydi: har haftada muzikant, injener, muharrir, programmer qatorliq o'xshamagan sohadagi kishilar bilan uchrashib, suhbatlashaman. Chunki bu odamlarning har qaysisi o'z sohasida yangilik yaratib yashayotgan, dunyoni o'xshamagan nuqtadan kuzatadigan kishilar. Ular bilan cho'nqur suhbatlashish orqali ruhiyat dunyosining cho'nqur qatlamlariga kirib, qong'ucha puxadan chiqaman. Go'yo o'zim bir cho'qida turib, ko'z oldimda nurg'un cho'qilarni ko'rgandek, ajoyib sarxil, rangarang bir dunyoni sayohat qilaman. Men bu haftada o'xshamagan sohadagi 3 do'stimni tomoqqa taklif qilaman. Oz so'zlab ko'p anglayman. Ularning sohasidagi yangiliklardan xabardor bo'laman. O'zim bilmaydigan ba'zi masalalarni so'rayman. Bir qatimliq dasturxon suhbati orqali tafakkurimni g'idiqlab, kallamda nurg'un yangi fikrlar uyg'onadi. Mening Yudal lug'ati, Zulmat buzar polvon 3 qatorliqlarga bo'lgan hamkorlashimni shu orqali kelgan. Bu dal mening mablag' silish usulim. Men moddiylikqa qarshi turish tarafdorimi emas. Valdin kulida aytilganidek, moddiy sharoitni o'zgartishni hayotdagi eng buyuk nishon, hatto birdan-bir nishon qilish xohishi, men chiroyli gilam yoki boshqa esil uy jihozlarga, mazlik taomlarga va yoki yunoncha, go'tcha uy imoratlarga erishish uchun vaqt isrof qilishni xohlamayman. Agar bu narsalarni hech qancha kuchmayla qo'lga keltira oladigan hamda qo'lga keltirgandan keyin muvofiq ishlatishni biladigan odamlar bo'lsa, u holda ularning intilishiga
qarshi turibmi ketmayman. Eng yaxshi mablag' silish o'zingizga mablag' silishdir. Eng oqilona mablag' silish kelgusiga mablag' silishdir. Mening bir do'stim 4 yil ishlagandan keyin ozroq iqtisod yiqqan edi. U aslida bu pul bilan har yili chet ellarni sayohat qilsa bo'ladi. Texmi ko'p donliq markalik kiyimlarni, zibu zinnatlarni setib olsa bo'ladi. Lekin u dastlabki pulini to'lab bir uy setib oldi. Bunda qilsang turmushdan tushib ketmamdi. Turmushdan huzur ololmay qolmay, o'zingga soladigan mablag'mi ozlab ketmamdi deb so'radim. U menga mundaq bir hisobot qilib berdi. Birinchidan, har oyda bankaga to'laydigan pul oylik kirimimning oz bir qismini egallaydi. Har kuni ishga boruvchi bir stakan kosta qahvas ilib oladigan odatimni tashlab, uyda qahva damlab ichsam bo'ladi ekan. Kiyim-kechaklarning donliq markaliklarga esilib olmay, suftiga bakrak ahmat bersam, bu ichki ish orqali tejab qolgan pul bankaga to'laydigan pulni topshirishga tamoman yetadi. Shunga turmush sufatim tushib ketmaydi. Ikkinchidan, men o'zimning turmush odatini bilaman. Agar bu pulni uy, mashina deganga o'xshash cho'ng narsalarga xarjlamasam, yeb ichish, o'yin tomosha xarjlab tugitayman. Uy setib olsam, texmi tirishib ishlashimga turtki bo'ladigan kuch paydo bo'ladi. Aktivlik bilan fursat izlaydigan bo'laman. Bultur do'stim qo'shimcha qiladigan bir xizmatni tunishtirgan, shuning bilan kirimim texmi ko'paydi. O'zimga mablag' silish iqtidorim kuchaydi. Yoga mashq qilish, muzika chalishni o'rganish, do'stlar bilan sayohat qilish qatorliqlarga xarjlaydigan pulimni bor bo'ldi. U kulib qo'yib, gapini xulosladi. Ayni chaqda uy elish qaroriga kelmagan bo'lsam, topgan pulimni udun xarjlab tugatgan bo'lardim. 3-bob. Yuksaklikka intilim. Muvaffaqiyat tuyuqsiz izlab keladi. Nurg'un odamlar bir qadam qolganda voz kechib ketadi. Zulmat ichidan bosib chiqqan kishilarla oxirgi haqiqiy g'alabaga erisha oladi. Yoshirin iqtidormi, axlatmi? Freud bilan Hemingway ayrim holda mustaq nazariyasi bilan mustaq prinsipini o'tirg'a qo'ygandan keyin bu nazariya nurg'un sohalarda qo'llanildi. Hozirgi zamon meni ilmiy tadqiqotining isbotlashicha, odamning cho'ng miyasi g'oyat zo'r yoshirin kuchga ega bo'lib, ko'p qism kishilar cho'ng miyasining oram 10% la ishlatar ekan. Yana kelib shu 10% mi to'liq foydalanib bo'lolmaydi ekan. Eng kuchli cho'ng miya nomli televiziya programmasida yaponiyalik bir mahir tunishtirilgan. Bir kuni u sansferlar bilan munosabatlik bir tushni ko'rgan. Bu sansferlar dal chambar turoqligi ekan. U logikaga qil tushmaydigan bu sonlarning amaliyotda bir-biridan qiziq hikoyalari ekanligini bayqagan. Shuning bilan u 39 yoshidan boshlab o'zining usuli bo'yicha chambar turoqligini yodlagan. Keyin chambar turoqligiga asosan 700 necha parcha hikoya yozib chiqqan. Shundaqla chambar turoqligini 10 kasr chekdan keyingi 100 ming xonasigacha yodlab bo'lgan. Shu son programmani ko'rgandan keyin har bir odamning vujudiga yoshirilgan kuchning naqadar zo'rligidan qattiq hayron bo'lgan edim. Ingliz tilida discover deydigan bir so'z bor. Uyg'urcha ma'nosi bayqash. Cover demak tuvoq degan ma'noda. Dis ichish degan ma'noda. Yoshirin kuchini bayqash uchun tuvoqni ichish kerak. Joriy qildirilmagan yoshirin kuch bir tiyinga arzimaydi. Yoshirin kuchga ega sonsizligan odamlar texi chechaklamay turibla, yoshirin kuch degan bu so'zdan kasofatiga uchrab ketadi. Mening atrofimda yoshirin kuchi zo'r, ammo iqtidorni joriy qildira olmagan odamlar nihoyat ko'p. Oliy maktabning 1-yilligida o'qiyotgan chig'imda cho'chaklardagi qahramonlardek rivoyat tusi olgan bir bor edi. U o'z noyasi bo'yicha eng yuqori natija bilan Beijing universitetiga qabul qilinib, mahallasida kuchli dog'dug'i qo'zg'agan ekan. Kishilar qiqas cho'qan ko'tirishib, xuddi qahramonni uzitib qo'ygandek alohida tabriklash murosimi o'tkazib, nurg'un mukofotlarni berib, uni uzitib qo'ygan ekan. Lekin o'tir maktabdagi o'rdak borlash tipidagi ma'rifat ko'nib qolgan bo'g'ashqa, oliy maktabning erkin muhitiga, ixtiyorga qo'yib berdigan, odatda hech kim boshqurmaydigan, ammo arg'amchini birli yig'ibla vaqt kelganda rahm qilmasdan yo'qolun deydigan tuzumga moslasha olmay qoldi. O'qish boshlab uzun o'tmayla Beijing universitetining janubiy darvozasidagi men bir mahal bo'lgan heliqi to'rxonaga kirib, xuddi bir narsadan o'ch olmoqchi bo'layotgandek butun vujudi bilan to'r o'yinini o'ynadi. To'r o'yinlarining hammasini degidek o'ynab chiqdi. Shunday qilib, bir yillik o'qish puli bilan qo'shib, vaqtini to'rxonaga xarjlab tugatdi. Natijada oliy maktabning 1-yilligi tugamay turibla, dars tashlash qitim soni bek ko'p bo'lganlikdan maktab tarafidan haydaldi.
Biz texi uni Beijing universitetidan mangulik ayrildi deb o'ylagan edik. O'ylamagan ish shu bo'ldiki, u adash yurtiga qaytib berib, imtihon ma'rifiga qaytadan moslashib, dadasining mixtab, onasining ziqlishi bilan qattiq tirishib o'rganib, nahiyaning aliyul aloligini yana bir qatim qo'lga keltirib, Beijing universitetiga qaytib keldi. Biz texi uni qattiq saboq olgan o'xshaydi deb o'ylagan edik. Uni rivoyat deyishimizga sababmi dal shu ediki, bu adash yiliqi to'rxonadan mehrini uzalmay, maktabdan yana bir qatim qo'g'landi. Kino televizorlardagi bosh qahramonlar har qancha mushkul, xatarlik ishlarga yo'liqsa-mu, osonlikcha o'lmaydi. Men oliy maktabga chiqqan yili oramizda rivoyatga aylangan bu o'quvchi 3-chi qatim al-yul alolik salohiyati bilan Beijing universitetiga qaytib keldi.